ey odamlar, albatta Allohning va'dasi haqdir. Bergan va'dasi yuzaga chiqadir. Qiyomat qoyim bo'ladi, hisob kitob bo'ladi. Bu dunyoda kim nima qilsa, o'shunga yarasha jazo yoki mukofotini oladi. Shuni unutmanglar. Sizlarni bu hayoti dunyo g'ururga ketkazib aldab qo'ymasin. Sizlarni Allohdan umidvor qilib shayton yo'ldan urmasin. Ya Alloh kechiradi, o'zi qilaveraylikchi, boshqalar qilyapti degan hayot ketib qolmanglar. Allohning va'dasi haq. Qiyomat bo'ladi degan va'dani berganmi? Bo'ladi. Hisob kitob bo'ladi deganmi? Bo'ladi. Zarra miqdorida narsa chetda qolmaydi, hisobini qilaman deganmi? Qiladi. Hamma qilganiga yarasha jazo yoki mukofot oladi deganmi? U ham bo'ladi. Demak, dunyoga uchib qolmanglar. Shaytonga aldanib qolmanglar.